eritma degani demak, ikki yoki undan ortiq tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan bir jinsli, ya'ni gomogen sistemalarga aytiladi. Demak, eritmalar darhol dispersiv sistemalarning chin eritmalar bo'limiga kiradi. Ya'ni darajada o'lcham nechidan kichik ekan? 1 nanometrdan kichik. Demak, eritmalar ikki tarkibiy qismlarga bo'linadi: erituvchi va erigan modda. Demak, erituvchi o'z tabiatiga qarab ikkiga bo'linib ketadi. Bular qutbli va qutbsiz bo'ladi. Qutblilarga masalan biz eng ko'p ishlatadigan suv bo'ladi. Qutbsizlarga organik ba'zi erituvchilar, benzol yoki uglerod tetrafluoridlar. Erigan modda ham o'z navbatida ikkiga bo'linib ketadi: qutbli va qutbsiz. Demak, qutbli holatlarga misol yozganmiz. Qutbsizlar, masalan, shakarni keltirsak, shakar lekin suvda yaxshi eriydi-yu, molekulyar holatda eriydi. U ionlarga ajralib erimaydi. Qutbli molekulalarning juda ko'pchiligi tuzlar, bular ionlarga ajralgan holda suvlar gidratlab oladida, o'sha suvlar qutbga bo'lib eritadi ular. Tushunarmi? Demak, moddaning erishi ham ikki xil jarayon bo'yicha eriydi. Ya'ni qutbli moddalar ko'pchilik holatlarda ularning kristal strukturalari yoki tuzilishi buzilgan holda erish bor, ionlarga ajralish, yoki umuman molekula buzilmasdan shunchaki erish jarayoni ham bor. Demak, erish jarayonining o'zi ham ikkiga molekulyarlik erish bor, qutbli holatdagi ionlarga ajralib erish bor. Tushunarli? Demak, shunga qarab ko'pchilik holatlarda, har doim ham emas, qutbli erituvchilarda qutbli moddalar yaxshi eriydi ekan. Demak, qutbsiz erituvchilarda qutbsiz moddalar yaxshi erish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Tushunarli? Demak, buni nima dedik? Hozir biz aytgan shartimiz bo'yicha, masalan, bizda natriy xloridni suvga soladigan bo'lsak, H2O ga solsak, xo'sh, qanday erish jarayoni yuz beradi? Demak, natriy musbat ioni va xlor manfiy ionlarga ajralib oladi birinchi bular. Bu nomolekulyar holdagi erish jarayoni. Bularda endi suvning qutbini biz ikkiga bo'lib olganmiz. Suvni manfiy qutbi, musbat qutbi bor. Musbat qutbni vodorod tomon belgilab beradi, manfiy qutbni OH- tomon belgilab beradi. Musbatga suv OH manfiy qismlar tomon bilan gidratlaydi. Bu gidratlanish nazariyasi bor. Tushunarli? Mana manfiy qismlar natriy ionini ushlab turadi. Musbat qismlar esa suvning musbat qismlari, vodorod tomonlari xlorni tortib eritadi. Bu qutbli molekulalarning yoki ion tuzilishli moddalarning suvda erish jarayoni gidratlar nazariyasi bo'yicha. Tushunarli? Shakar esa, shakar nima bo'ladi? Shakarda suvga solganimizda, bu shunchaki suvga shakar solinganda shakar hech qanday ionlarga yoki nimalarga ajralmay, shunchaki suv molekulalari o'rab shakarni eritadi. Eritganligi lekin yaxshi. Tushunarli?